Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahabatihi ve men ittaba'udah. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Amma ba'd. Bugünkü dersimiz aslul lugah. Aslul lugati ilhamun hiye em istilahun. Lugat yani til. Hoş til. İnsanlar üzere birbirine maqsadını düşündürüsü işletilgan til. Yani avaz, ibarelerden ibaret qolanda. Tilning tigi asli nereden kelgan, qanday paydo bo'lgan? Bu Alloh taolo insonlarning da ko'ngliga tashlab, ilhom berib, insonlardan har xil ovozlarni chiqarib, bir-biri bilan o'xshaydigan bo'lganmi? Yoki istiloh deganimiz insonlar o'zaro mana deb ataylar, mana daraxt deb ataylar, deb o'zaro pichgan ahvolmi? Yani bu Allah Teala insanın ko'ngliga seliblan til paydo qilganmi yoki kishilar ehtiyoj tufayli o'zaro ittifoqlashib hamma narsaning ismini bekitganmi demoqchi. Yani istiloh degan ittifoq degan bo'ladi. Hada mawdi'un muhwijun ila fadl ta'ammulin. Bu nayet ortiq, cho'nqur tafakkur, ta'ammulga ehtiyoj va o'rin deydi. Muhwijun degan yani hojatdan kelib chiqqan. Ahvaja yuhwiju muhwijun ism fa'il. Yani muhtaç kılıdığan demek. Gayra enne ekthara ehlin nazari ala enne aslal lugati innema huve tavadu'un ve istilahun. Lekin köp teammül qilsak, qarasak, köpünce tadqiqatçılar, lug'atshunaslar ehlin nazar degan mushu masalaga diqqat qilib tadqiq qildiganlar demek. Olimlar bu lug'atning tigi nereden kelgan degan masalada bu insonlar o'zaro ittifoqlashib birlik kelib putishgan ish bu. Mani daraxt deymiz, mani yo'lbos deymiz, mani qo'y deymiz deb unda puchiyotgan ish deb qaraydi ekan ko'pchilik. La vahyun va la tawqifun. Bu vahim emas, tawqif degan Alloh taolo unda bekitib bergan. Unda bekitib berishim yo'q, vahiy qilishim yo'q deydi. Bu ko'pchilikning qarashi demak ekan. İlla anna Aba Ali'in rahimahullah. Faqatlam yani köpçülükten mayana çıkıvakallarını sanatı belki. Ebu Ali el-Farisi'ye müşü alim, Allah ona rahmet kılsın. Bu Ebu Ali el-Farisi müşü makalının ilgisininki ustazı. Bu makalını İbn-i Cinni yazgan. İbn-i Cinni el-Khasais degen kitabıda yazmışken. Ebu Ali el-Farisi İbn-i Cinni'nin ustazı. Ve şu özünün ustazı başı çıkaraptı. Qala li yevmen mana bir günü münde degen. Ustazı olgan degen, şuna degen. Ye min indillah. Bu Allah'dan kelgan bu lug'at. Shunda debdi. Va ihtaja bi qawlihi subhanahu va allama adama al-asma'a kullaha. Adamga Alloh taolo bütün ismlarni o'rgatdi degan mushu oyatni dalil qildi deydi. Va hada la yatanawalu mawdi'al khilaf. Bu biz talashda chiqqan o'rinni o'z ichiga olmaydi. Ya'ni xorij mahallin nizo bu istidlol demak. Ügetdi deyishdi ittifoq demoqchi ekan, ha? Alloh taolo o'rgatgan deb. Endi qanday o'rgatgan? Ko'ngliga bundalam pokka tashlab qo'yib o'rgatganmi? Yo, mana daraxt degan, mana deb birdan-bir talqin qilib o'rgatganmi demoqchi. Demak, bu yerda hozir Alloh taolaning o'rgatganligida ixtilof yo'q, biz talashtash qilmaymiz. Ma oyat hozir talashtash qilmaydigan doiradagi oyat. Lekin biz talashtash qilgan bir o'rin bor. Buningga ma oyatni dalil qilsak bo'lmaydi demoqchi. وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله أقدر آدم على أن وضع عليها. Niçin bu talashtash darsi emas bu oyat desa? Chunki bunda bo'lish ehtimalim bor. Bunda desak joizmi? Ya'ni uning ma'nosi shu oyatning ma'nosi, izohati, ta'vil degan tafsiri degan bunda. Bu oyatning tafsiri odamni ashunda lug'at putishalaydigan qilib qo'ydi deb tushunsak bo'ladi. Allama degan ashunda lug'atni paydo qiladigan qudrat bor deb bunda tushunsak bo'ldi. Lekin bu yana masalani hal qilmaydi demoqchi ekan. Endi bu Ibn Jinni aslida Mu'tazilaning qarashida lug'at aslida insonlarga tavofiqiy bekitib olgan. İnsanlarning ishiga shu bir til ko'mitamiz bunda o'zaro bunda til ko'mit o'rintirgan. Mana shira deymiz. Mani telefon deymiz, mani ko'p deymiz deb hammani putishib olganlikdan undan bu lug'at kelib chiqqan degan qarash bor Mu'tazilaning. Marx Darwin'ni
Bunda kuşların sayısından üstüne akışten. Yani şular mı şu muatazılının ağın buluşum kaşkar. Ama remliklarının mı? Muşi Grek mesela. Rem, Sokrat, Peydaşıplı bağı çağıldı mı? Bazılarının karışı var. Bunun da tavafuk, deppakkalı var. Peki muatazılı tavafuk dep karışı mümkün. Yani başka İslam alimleri yak bu tevkifi diyişi mümkün. Yani bazılar malum bir kısmını, bir himmetürçini birden bir üretken qağınla insanlar toluqlu vağa. Mesela adam etsen bir kısmını üretken bolsa keyin andan amanımanda deydi, amanında deydi. Hazır mesela tilkomatda mana unalgı deymiz, mana kompüter deymiz, mana undidar deymiz biz go. Yani kim bunu keyinki asli keyin toluqlu vağa. Lekin asli himmetürçi Allah Taala ma daraxt, ma suv, ma daryo, ma tog' deb üretken deb qaraydi. Demak, shunda 3-4 xil qarash bor masala bu. Shuni tahlil qilib o'tizman qoldi. وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة. Yani muşu mazmun, yani Adem Aleyhisselam'ın bunda tilni payda qila oladigan iqtidorni yaratganligi, albatta buni majatdan tahlil qilsak, shu Alloh taolodan kelgan qudratin. Yani mush tilni Alloh taolodan kelgan bo'ldi bu tarafdan. La mahala degan shunda demay chora yo'q degan. Fayda kana zalika muhtamilan, yani aşında bo'lishi ehtimolli bo'lgan ekan, g'ayra mustankirin, yani unga e'tiroz bildirilmaydi. Saqatal istidlal bihi. Demak, bunda ehtimolli bor. Hech kim buni qarash qilmagan ekan, mumkin deydi hamma. Yani kim buni dalil qilib aklish bilmaydi. Wa qad kana Abu Ali rahimahullah aydan qala bihi fi ba'd kalamihi. Muşunmu ustazı Abu Ali el-Farisi bazı gap so'zlarda deppa qilib kelmuş qarashni. Yani Allah Taala unda qudratni bergan. Berganki Adem alayhisalomni bu lug'atni paydo qilgan deppa qilib kelgan. Va hada aydan ra'yu Abul Hasan, yani Abul Hasan al-Ash'ari demakchi. Muşunmu Abul Hasan al-Ash'arining qarashi rahimahullah aydan ala annahu lam yamna qawla man qala. Lekin Abul Hasan al-Ash'ari manda deganlarni bak tanqidlab ketmagan. Uni bak qarashtirib ketmagan deydi. Nima deganlar? Innaha tawadu'un minhu. Yani tavadu' minhu degan tawqifun minhu demakchi. Yani Alloh taolo minhu, yani minalloh. Alloh taolo bekitib bergan buni. Birdan bir masu, madariya, mata degandek. Bunda deganlarni bak qarashtirib ketmagan demakchi ekan. على أنه قد فسر هذا بأن قيل إن الله سبحانه علم آدم أسماء جميع المخلوقات. لكن مشو تواضع منه ديان مشو söz mundamı tefsir kılıngan dedi. Nimen gap bu tavadu minhu degan? Yani Allah Taala bekitip bergan degan gap nimen gap desa, bunun ba'zida munda bir izohlab qo'yibdi. Allah Taala Adem alayhisalomga butun mahluqlarning ismlarini o'rgatgan, bijami'al lug'at, hamma lug'atlar bo'yicha o'rgatgan dedi. Yani şu çağdaki Süryani ve Süryanice, yani bir lügat olsun, on xil lügat olsun, on xil lügatta masfunu, mağanda su deydi, mağanda ma deydi, mağanda otur deydi, mağanda şu deydi, mağanda pani deydi, da bunlardan okuyan. Muşu Abul Hasan Eş'ari tanqidlamagan mush qarash bundan izohlanadi demakchi. Masalan, al-Arabiyya vel-Farisiyya ve Süryaniya. Süryaniya mı? Şu Adem Aleyhisselam dastlabda tushgan chaqda Süryani tildan tushgan degan qarash var. Keyingi vaqtlarda shu Iroq, Suriya, Sham taraflarda ishlatilgan lug'at. Val ibraniyya ma yahudiylarning, va rumiyya rim tili va g'ayri zalika min sa'iril lug'at. Ular turli lug'atlarda butun mahluqlarning ismini Adem alayhisalomga o'rgatgan. Fakan Adamu va waladuhu yatakallamuna biha. Shundan Adem alayhisalom va uning bolalari mush lug'atlar bilan so'zlashdi. Thumma inna waladahu tafarraqu fid dunya. Keyin undan uning balchaqlari, farzandlari dunyoda tarqalib ketdi. Wa aliqa kullun minhum bi lughatin min tilka lughat. Farzandlarning har biri shu tillarning bir tili bilan bog'lanib qoldi dedi. Fa g'alabat alayhi, shuning bilan undan ma'ning tili, ma'ning tili deb bir til bilan xos farqlanib turgan bo'ldi. Bo'lmasa hamma til batda Adamda dedi. Wad mahalla anhu ma siwaha. Bir lug'at qilib qilib necha lug'at ehtiyojim bor ekan. Keyin boshqa lug'atlar zavolliqqa yuzlandi dedi. Mahalla degan yo'qolib ketdi, zavolliq yuzlandi degan. Li bu'di ahdihim biha. Ular bilan shu tilni ishlatish oraliq uzrab ketganlik uchun, ijro qilishganlik uchun Rumliklar azizlikdan naridan
burun Türkiye'deki hazırki Gretsiya. İtalyanın gösterdi. Ya şunu mu gösteririm? İtalya'dan tartıp aşağı Anadolu kadar batımız bunu. Bu'dul ahd degan işiltib yoki tashlanib qilib araliq uzrab ketganlikdan demoqchi. Wa idza kana al-khabaru as-sahih qad warada bi hada, endi sahih xabar mushunda deb kelgan bo'lg'achqa, qaysi sahih xabar? Va allama adama al-asma'a kullaha. Sahih xabarmi shu? Allohdan kelgan xabar bu. Bunda kelgan bo'lg'achqa vajaba talaqqihi bi'tiqadi. Biz uni shuni e'tiqod qilib qabul qilishimiz vojib bo'ldi deydi. Alloh taolo shunday degan ekan. Valintiwai alal qawli bihi. Va shunda deb ittifoqlashish vojib bo'ldi deydi. Intivo degan, asli tavo degan qatladi degan bo'ldi. Yawma natwi as-samaa ka tayyi sijil lil kutub. Matwiyatun bi yamini. Bu qatlagan yo'gigan degan bo'ldi. Intivo degan yo'ga qatlab xuddi bir ittifoqlashib tugililish lozimmish. Intivo deganda biz bunda uyushib tugilishimiz lozim demek. Mush so'zda birlik kelishimiz lozim demek. Fa in qila fal-lughatu fiha asma'un wa af'alun wa hurufun. Endi bunda deylik. Fa in qila degan bo'ldi. Agar taqtilib qolsa, shu degan bo'ldi shu. Degan bu kitobda kelsa buni i'tiroz deymiz. I'tiroz al-dalil yoki yuqorqi sahih kitobda yuqorida deyilgan gapga e'tirozdan birini faraz qilib turib, andin uningga javob berib so'qvatmoqchi. Fa in qila deganda bu i'tirozdan iborat deymiz. Amaliyotda bundan so'ng kelgan bo'lishi mumkin. Kelgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa munozir deb baqqan bo'lishi mumkin. Shu hozir bu mishadlam boshqaning deydigan e'tirozlarini deb uni bichitib o'tib bo'lmoqchiman. Şuna fayn qila desa bu e'tiroz yoki e'tirozni faraz qilib turib, menda deyilib qolsa uning javobi ma'vo demoqchi deymiz. Shu fayn qila degan ekan, uning javobi nima bo'ldi? Qulna. Agar birisi menda deb qolsa, uning javobi menda deymiz deydi. Fal-lughatu fiha asma'un wa af'alun wa huruf. Demak, lug'atda ismlar bor, fe'llar bor, harflar bor. Masalan, kalima desa shunda harflamdi. Imma ismun أو فعل أو حرف مشنا ناسلبا وليس يجوز أن يكون المعلم من ذلك الأسماء دون غيرها مما ليس بأسماء. لو كان اللغة تسك اسملم öğütüp وعلم آدم الأسماء dediğim ismlam öğütüp başkını öğretmeyi kalsa torunmaydı o. Uçakda sözleşki olmaydı. Taslanmaydı. İsmlam bilmez. Fiil ya harf olmasa kuşalımda kuşamayımız deydi. Ya bu caiz emas. Ayette isimlarni lam dedi. Fekeyfe khassal esma'a vahdaha. Langi bu qandalab bu isimlar deb lam shuni lam tilga oldi. Fekeyfe khassal desek bo'ldi, Alloh taolo xassa oldi. Fekeyfe khussal esma'u kulluha desek maxsus qilindi degan. Yani nima uchun isimlar deb lam ayrim tilga oldi? Bu lug'atga ism, fe'l, harf va mustusa demoqchi. Bunda e'tiroz qilinib qolsa javob beramiz demoqchi. Mana cevabımız ne buldu? Qila, onun cevabı bunda deyildi. Ya'tumida zalika min haythu kanat al-asma'u aqwal qubul al-thalatha. Şimdi quyul debdim. Quyul yoki qubul. Qubul bo'lishi mumkin. Nima uchunsa, ismlar ash uch turlik so'zning eng muhimi, eng kuchlisi bo'lg'achqa, shu ismlarni tilga oldi. Masalan, arab tilida taglib ma'nosi bor. Abawayn, shamsayn degandek. Asli ata va ana, lekin ikki ata deydi. Yani ab deganni taglib qiladigan bo'lgan. Xuddi tagliban, muhimroqini tilg'iliblam, ya'ni o'xshash nima qilishga iborat deb ismlarni ham tilg'ilib boshqani yo'gab ketgan bo'lishi mumkin. Shamsayn degan qo'ysa oylik o'sdimi? Quyul degan agar yavlan bo'lib qolsa, so'zningki ko'pligi bo'lishi mumkin. Mesela aqval deb keldi-ku. Quyul deb kelishi mumkin. Yoki qubul bo'lsa, bavla bo'lib qolsa, bizning ko'zimizda bunda ko'rayotgan uch narsaning eng kuchli kelgan bo'ldi. Chunki Qur'on karimda "Aw ya'tiyahumul azabu qubula", qubul bo'lsa. Uch qashqarning ko'z ko'rinib turgan holatda azab keldi. Hozir bizning ko'zimiz ko'rinib turgan uch narsaning jalliqra qolsa, ism. Undan keyin shuni tilga olgan bo'lishi mumkin. Yo'q, shu bir chikit ortiq balki. ولا بد لكل كلام مفيد من الاسم يعني
to'liq bir ma'noni ifodalaydigan bir so'zda cho'qim ismdan birisi bo'lishi kerak. Ism bo'lmay kalam mufid bo'lmaydi. وقد تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرف والفعل. Mustaqil bir cümle bazıda harf ya fiilga muhtaç olmay yalnız kelishi mumkin. Lekin ismdan xoli unda ma'nili gap bo'lmaydi. فلما كانت الأسماء من القوة والأولية في النفس والرتبة على ما لا خفاء به جاز أن يكتفى بها. Hamda mush ismda mushunda bir quvvat bor. Ondan bizning ko'nglimizda mo oldin o'rinda turish bor. Avvaliyya fi nafs. Bizning ko'nglimizda ism eng oldida turdi. Eng dastlab diqqat qildiğimiz ism edi. Tartib bo'yicha mo ism boshqa keldi deydi. Ismun va fi'lun va harfun deymiz-ku, kalimani ta'rif qilgan. Ala ma la khafa bihi, bunda hech qanday bir g'uvoliq yo'q. Hammaga ayon bu deydi. Bunda bo'lgandan ismni bilan tilg'ilib bo'ldi desa bo'ladi. Mimma va ta'linlaha. Ya'ni undan keyin turadiganni tilg'anmay, ismni bilan oldin o'rin turadigan ismlarni tilga ilib bo'ldi desa bo'ladi deydi. Va mahmulun fil hajati ilayhi alayha. Yani ismga ehtiyoj va ko'p bo'lg'achqa, xuddi ism bilan unda ehtiyoj qamdilib ketgandek manda qaraldi deydi. Mahmulun fil hajati ilayhi alayha. Yani onun ehtiyojdan ig'irligida xuddamda shuning bilan ig'irlik berilgandek bo'ladi demoqchi. Va hada ka qawlul Makhzumi, bu Makhzumining so'ziga o'xshaydi deydi. Makhzumi kim? Bu Al-Haris ibn Hisham Al-Makhzumi Badr g'azotida mushriklar safida urush qilgan. Keyin musulmonlar g'alaba qilgandan keyin qochib ketgan bu jon. Jonni qochib ketgan. Qochgandan keyin buni Hasan ibn Sabit radhiyallohu anhu so'kkan. Sen bunda azizlaringni bunda tashlab qochgandan jangda. Endi jonni qochirgan da'ati aytilgan so'kildi ashqo. Qochgan deb she'r o'qisa, bu o'zining qochganligini aqlab ma'shirni o'qigan. Al-Makhzumi. Shunga Al-Makhzumi deb qo'ydi. Al-Makhzumi. Kafir tushdi. Keyin ondan Uhud g'azotida kafirlar safida jang qilgan, keyin musulmon bo'lib Sham tarafga hijrat qilib, shu yerda jihad qilib, ashhadu vafot qildi. Keyin yaxshi odam bo'lgan. Endi Hasan ibn Sabit radhiyallohu anhuga bu o'zining qochganligini aqlab javoban munda deb ekan. Allohu ya'lamu ma taraktu qitalahum hatta alaw farasi bi ashqara muzbidi. Allah biladi dedi. Men ular bilan urushni tashlab ketmadim. Men bundan tashlab qochgan ahol yo'q. Faqatlam ular mening etimning ustiga qip-qizil ko'piklik qonlarni atib etgandan keyin, ya'ni etimning ustimi qip-qizil ko'piklik ashunda qonlar bo'ylab ketgandan keyin ondan qochdim. Urushmaylar bundan qochib ketgan ahol yo'q. Alloh buni biladi dedi. Yani men nayati krishtianlik ko'rsatib qaysarlik bilan jang qildim. Jang qilib nurg'un odamni o'tirib, bunda etimning usti qip-qizil qonni bo'ylab ketgandan keyin ondan chorasiz bundan qochgandim demoqchi. Ya'ni bu aytiladigan ishdan uzr aytishda eng badiiy, eng danglik she'r. Biz yuqorida masalan ba'zi bir adiblarning, ba'zi bir fazilatli kishilarningki xalif bilan, qozi bilan bo'lgan gap so'zlarni o'qitdik-ku. Shunda aytiladigan gap to'shig'anligi ma'lum bo'lib qolsa, uni chiroyli qasab, uni uzr aytib yana xush qildi-ku. Shunga o'xshash bo'lmanda sen jangda qochqadan deb aytlansa, o'zini aqlash uchun uzr shaklda degan she'rlarning eng yaxshisi deb baholangan she'r. Yani al-i'tizar anil firari fil harb. Ba'zilar ekan bu arablar bunda gap ustilik qilib, hatto shu urushda qochib ketishni bunda chiroyli zinnatlar, mana chiroyli ishda ko'rsatardi. Mushuni chiroyli ishda ko'rsatgan. Alav degani hamda ustiga chiqdi degan bo'ldi-ku. Farasi etimning ustiga shunda chiqdi dedi. Bi ashqar deganda ahmar degan ma'noda. Qizil, yoki sariq bilan qizil aralashganda. Shuni Shaqra degan nima? Qizil ko'star. Ha? Ismaydi qizil ko'star. Subhanallah. Qizil ko'z? Ma'nosi? Qizil yuzli odam degan gap. Ismaydi.
Qizil ko'sa mı, qizil ko's mu? Ha, dikkat qilma gap ya. Ne xatarlik yapma. Azhar apamızda çıkarı kızıl kız. Esneme yalan öyle. Ya qizil chashliq ham bo'ladi. Qizil ko's desam ham bu xatarlik gap. Bilamsan nima bo'ldi? Ayol degan narsa. Yo'q, ayolning avrati degan bu. Shu Uyg'urcha kuspurish deb bor. Ya'ni kuspurish degan shuning tijoratini qilgan. Bu misol diqqat qilmasanlar, ma'lum ilm so'rini boshqa normal so'rini deb sanmayman. Yoki boshqa nima demakchi bir harf xatolik bo'lmoqchi mumkin. Bu degan arabcha gapmi yo Uyg'ur tilida? Arabcha. Uyg'urcha shunday chirgilik hamda. Tillisi shunday tillaydi. Balki farschadan chiqqan bo'lishi mumkin. Arabligimicha bizga mos bo'ldi. Ashqar degan qizg'och degan bo'ldi. Qizil. Masalan, qizilchach bunday shaqra deymiz. İmratun şakra. Ha? Maxsus at qilmasmi bu? Ha, at qilishdi. Silanturuq atni ashqar deymiz. Muzbit degan zabat degan köpük. Fa amma zabadu fa yadhabu jufaa. Yani zabat degan köpük. Köpük ketib, shu qoladi degan gap bu. Zabdlar rag'vini qanday taqqa? Ha, o'xshash ekan. Kichikgina bir farq bo'lsin mumkin, lekin ko'pincha rag'va degan mag'zab deymiz. Zabat degan köpük. Rag'va. G'usa desak bo'ldi mislan. G'usaun ka g'usa as-sayl dediga. Salda endi ko'pik paydo bo'ldi. Shunda ko'pik paydo qilgan qip-qizil qallani etining ustiga shunda iqtib etgandan keyin, ya'ni men qattiq yorilinib ketdim demakchi hozir, ha? Qattiq yorilinib, zodi charisiz holatda madarim qolmagandan keyin undan qochdim demakchi. Ma baytni yodlab bilish topshiriq. Azizlarni obdan o'qilinglar. Allohu ya'lamu ma taraktu qitalahum hatta alaw farasi bi ashqara muzbidi. Demak, mushunda hozir Alloh deb boshladi-ku. Ism bilan boshladi. Demak, mushunda zo'ril demakchi so'zda. Ya'ni buning ma'nosi ay fa idza kana Allohu ya'lamuhu, ya'ni Alloh taolo shunda bilgan ekan, fala ubali bi g'ayrihi subhana. Men Allohdan boshqa kishilarni boshqa har xil o'ylab qolishini parvoyim palak dedi. La ubali degan parvo qilmayman. La ubali bi jam'ihim kullu jam'an muannathu. Azakartuhu wastashhadtuhu am lam azkurhu wa lam astashhidhu. Sizlinkida sal o'xshamaydi, ha? Azakartuhu wastashhadtu bihi dabama. Wastashhadtuhu damash. Bihi emas. Wastashhadtuhu am lam azkurhu wa lam astashhidhu. Am lam. Yani Allah bilgan ekan. Allohni bas bilamdi, bilmamdi, uningga karim yo'q. Allahni tilga ilib, Allah guvoch bo'lsin desammi, demasammi baribir demak. Tashaddiq guvohlik tortding. Allahning ismini atab, Allah guvoh bo'lsin demay baribir. Ashunda demakchi bu deydi mashair. Wa la yuridu bidalika anna hada amrun khafiyun. Bu naat maxfiy bir ish. Buni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi demakchi emas. Bal innama yuhilu fihi ala amrin wadih. Yuhilu degan insonga boshqa bir nimani ko'rsatib qo'yish. İhala deymiz. Mesela bazı kitaplarda bir ma'lumot chiqdi. Chiqqan bu ma'lumotning nereden olgan bo'lgan desa, falan kitap qarang deb qo'ydi-ku. Ishora qildi. Ha, falan kitap manchinchi betga qarang deb qo'ydi-ku. Ash ihala deb bor. Ash falan kitapga ihala qilib qo'ydi degan. Ya'ni aniq bir narsani ko'rsatib qo'yadi unda. Yani şunu qarang deb, shuni ishora qilib qo'yadi. Va halin mashhudatin hinaydin. Va shu chaqdimamda hammadan ko'rdigan, bildigan bir ahvolni ko'rsatib qo'yadi. Muta'alamatin. Ta'alamaga hammasi bilishib ketgan. Muta'alamatin hammasi o'xshash bilib ketgan, hammadan ko'rgan aniq bir ishga qaratib qo'ydi bizni, ha? Va kadalika qawlul akharin. Yani bir şairinin mahsuzmu şundadır. Allahu ya'lamu anna fi talaffutina yawmal firaqi ila ahbabina suru. Allah biliyor. Biz uyan buyan burilib qarashimizda qachonsi yawmal firaq ayrilish kuni u yoqqa bu yoqqa qarashimizda ila ahbabina suru. Bizning
amraqlarimiz, söygenlerimizge soru degan biz mayil olimiz deydi. Yani uyan qaram, buyan qarasa biz şu yaxshi ko'radigan kishilarimizga bunda mayil olab aylanmay qolamiz demakchi. So'r degan mayillikni bildirdi. İbrahim Aleyhisselam'ın vakasida fasurhunna ilayka thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a degan ashuni o'zanga jiqqan to'plagan mayil qilgan degandek yoki yana bir tafsirda hammani keskin to'g'rigan degan ma'noda, parchalagan degan ma'noda. Degan bu so'rin deganni mayil oldi, ishtiyoqdan, sig'inganlikdan muda talpinib mayil olgandek. Biz uyan buyan qaraymiz ayrilish kunida. Lekin shu uyan buyan qaraganligimiz mayanda bir söymeli kişimiz olsa şu söymeli kişimizge kökümüz gelip ya birden bolsun bir qaralish uchun shunda mayil olab qolamiz demak. Yoki surat degandan kelgan bo'lsa, bu chaqda nima bo'ldi? Biz ayrilish kunida biz söygenlerimizge, azizlerimizge bunda qaragan vaqtimizda ayrilib ketamizmi deb shu firaq o'tida biz xuddi jismi bor, ruhi yo'q, quruq bir haykeldek suratdek narsa bo'lib qolamiz. Asuşimiz yo'qolib ketgan holatda degan bo'lsin. Lekin ko'pincha shu ma'il degan ma'no. Surun ya'ni bu ko'plik. Xuddi masalan aswad dediq-ku, savda dediq. Ondan sud deb chiqadi ko'plik. Va minal jibali judadun bidun va gharabibu sud. Sud dediq, qara degan gap. Qara tag'liva dedi. Demak shu sud degan siyg'ida sur deb chiqadi. Sig'inganlikdan bunda intilib mayil olashgan. Bu mu inşallah yodlab keladigan topshiriq. Aram bitaldan ishtal chiqib qoldim. Onun baş bayt chiqmaydi ekan. Demak, mushu baytdimi Allohu ya'lam deb boshda shu Alloh bilan boshladimi? Xuddi bu so'zning turigidek. Va laysa bimudda'in anna hadha babun masturun va la hadithun ghayru mashhur. Yani bir yerde hech kim bunda da'vo qilinmaydi. Da'vo qilgan odam yo'q bu yerda. Bu masalan maxfiy ishda babun masturgan bunda pardalangan, hech kim o'qimaydigan yo'lga o'tilgan bir bab bu. Yoki mashhur bo'lib ketmagan bir parang so'z deb hech kim da'vo qilinmaydi. Hatta innahu la ya'rifu ahadun illalloh. Yani buni hech kim Allohdan o'zga hech kim bilmaydi deb da'vo qilinmaydi dedi. Yani shu ahvol jiqdan ko'ga olganda yawmul faraq ashunda aylanmay qolganlikka, anda jangda qizil qanunlarga bo'ylab keyin qishib ketgan hammadan ko'rgan ish-ku. Demak, bu hammaga tunilgan bir ahvol dedi. Va innamal adatu fi amsali umum ma'rifatin nas. Buning o'xshash ishlardan xalqlar xo'shlashgan vaqtlar, jangda urushgan vaqtda umum kishilar hammasi bilib ketadigan ishlar. Li fushuhi fihim. Chunki ularning orasida keng taqilib ketgan bir ish bo'ladi. Afshu salama, keng taqtinglar, qanot ayzoninglar deganlar. Ve kesrati ceryanihi ala elsinatihim. Yani ularning tillarida ko'p ishlatilganlikdan dedi. Shunda hammaga tunilib ketgan ish bo'ladi. Ya misol o'shib ketdi hozir. Tafsiliy bir ayrim bir gap kirib ketdi hozir. Demak hozir fa inqilad bir e'tiroz ketdi. Bu e'tirozga javob beraman deb, endi bu ismning muhimligini bayon qilish uchun shu misolni berib ketdim. Shu Alloh ismining muhimligi. Ya Allohning muhimligini demoqchi. Yani xuddi bu yerda ismning muhimligini bayon qilayotgandek. İkinci e'tiroz. Fa inqila faqat jaa anhum fi kitmanil hubbi va tayyihi va satrihi. Unda olsa sevgi muhabbatni yoshirish va uni qatlab qo'yish demak. Tayyi deganmi, uni maxfiy tutishgan yo'gash, va satrihi o'xshash. Va tabajjuhi bizalik. Tabajjuh degan maqtanish. O'ziga tamanno qo'yib bizga manda pak sevgi, uni qilgan muhabbatni ashkarlatdan unda yoshirin tutalgan odam deb unda maqtanish bor edi. Walidda'a lahu ma la khafa'a bihi. Yani aslında dava qilish bor. Bu hech kimga maxfiy bo'lib qolgan ish emas, hammadan biladi. Yani kishilar shunda o'zining sevgi muhabbatini yoshirin tutalganligi bilan maqtindigan bunda ahvoli bor. Men sir saqlay oldim deb o'zi maqtadigan ahvoli bor desa, faqat tara ila i'tidal al-halayn fima zakarta. Muhammadullah hozir bu misolni, shu misolni bersin ama shu misoldan nim demoqchi?
Allah degan ism evvasta bu so'zdan chiqqanda bir ahamiyatiga bir bog'lanishi tushunib bo'lmaydi ekan degan narsa. Bu ismni qo'ydish nima chunki ismlarni buyumlarni qo'ydish. Allah degan ismda bor. Allohga hamd bog'lanishi kerak. Alloh bildi yuşurun nahbi bo'lgan qo'qishi ana chin muhabbat sevgilarini faqat tara ila i'tidal al-halayn fima zakart. Sen men tilg'agan shu qirq misollardan ikki ahvolning noati tanishib qolganini ko'rsatdim. Tanglishidi degandek-a. Qaysi narsa tanishidi? bu ikki maxfiylik Alloh oshkor qilgan isnot tanishidi. To'g'ri tushunaman. Mayli o'qib qo'yinglar. Qila hada va inja anhum yani insonlar shunda o'zining sir saqlay oladiganligi va sir saqlay olganda maqtanish shunda gap so'zlar insonlarning kelgan bo'lsa-mu fa inna izharahu ansabu indahum lekin sir saqlay oladiganligini izhor qilish ularning ahvoliga bir munosib deydi va a'zabu ala mustami'ihim ularning gapini anglaganlar uchun tatbiq qilinadigan bir so'z edi yani sir saqlaydi keyin sir saqladim deb uni depamay turmaydi dedi. Ha? Yani şu arkalıklarına maqtanmagan gap. Yani şunu tilga olsa, nayati xo'sh qiladi demak. Ala tara anna fihi idanan min sahibihi bi'azzihi anhu va an satri mislihi. Çünkü sir saqlay oldim men degini nimani bildirdi? Yani shu sirni o'z yolg'iz saqlayolmay qolganligini, shunga o'xshash bir narsani yo'shirib qololmaydiganligini bildirdi yana. Masalan, birisi sirni bak saqlabdi. 10 yıl demekti mesela. Ki aygıda bunda 10 yıl hiç kimi demey tuğan deylemdi bu. Yani ki müşteriden de yani saklayanmay kağallıqını bildirdi bu. Müşteri yani yögep kalanmadı, yoşurup kalanmadı demek. Lekin şunu degen çağın tatlıqımda anlayıp şunda hoş yakıp deylemdi. Bunda obdan iş kılalığınday. وَلَوْ أَمْكَنَهُ إِخْفَاؤُهُ وَالتَّحَامُلُ بِهِ لَكَانَ مُطِيقًا لَهُ. Eğer onu yani oyuncudan kim yani yoşurup yani oyuncuya ölgüçe yoşuralgan bolsa ve tahammül bihi degan uni tas yuzib ko'tarib so'rab ma'algan bolsa lakan mutiqallahu uningga yoshirish masalasida bardoshlik beradigan bo'ldi. Yo'q bardosh qilama oyuncudan kim deb qo'yganligi buni ko'tarmaganligi ojizligini bildirdi deydi. Mutiqallahu muqtadiran alayhi yani unga imkaniyati yetilganligi, yoshiraydiganligini bildirdi. Va laysa fi hada min at-taghazzul ma fil i'tiraf bil ba'd bihi. Taghazzul danışın. Taghazzul bilasizlar? G'azal. Taghazzul degan ayollarning gapini qilib, ayollarning o'ziga tortish degan bo'ldi. Al-i'tiraf bil ba'd bihi degan ashunlan siqilganligini e'tirof qilish deydi. Ya'ni ashunlan siqilganligini e'tirof qilish. Masalan, sirni 10 yil hech kim demay turdim, yomon tas saqladim deb e'tirof qildi. Buning da nati alayda bir mazmun bor. Lekin mushunda degan mazmundagi alaylik bilan g'azaldagi mazmunni selishtirsak, ma biz shu demak. Mana valaysa fi hada min at-taghazzul. Yani buning da menda demakchi, valaysa fi hada min at-taghazzul ma fil i'tiraf bil ba'l bihi. Valaysa fi hada degan damir, yo'shirishdir, ha? Yo'shirishda unda ayollarni o'ziga jalb qilish yo'q deydi. Lekin o'zining yo'shirib bulanmay qolganligini izhor qilsa, e'tirof qilsa, ondan ayollarni o'ziga tortadi deydi. Masalan, misol bersak, masalan bir ayolni yaxshi ko'rib, yaxshi ko'rgan demay yursa, u ayol unga mayl bo'lamda mayl bo'lmaydi. Men sizni yaxshi ko'rdim, lekin yaxshi ko'rganimdan yo'shiramay qoldim sizni demay bo'lmadi desa, ondan bu ayol mayl bo'ldi-ku. Ha, shunday demak. Tushunish bo'lganda hozir. Misol bersak, bu tushunilmaydi. Fi hada yani fil ikhfa. Demak, yanlan buni hozir oshkorlash alohida o'ringa tushdi-ku. Va khawarut tabiati an al-istiqlal bimithlihi. Tabiat degan insonning tabiati. Shunda yolg'iz ko'tarilmaydigan bir yuk deydi. Ojizlikdir, xavar degan. Insonning tabiati shunda ig'ir yukni yolg'iz ko'tarishdan ojiz keladi deydi. Devatmisga olmaydi. Ha, deyamay turmaydi uni. Ala tara ila qavli Umar, sen shu Umarning so'zini ko'rmadingmi? Bu Umar ibn Rabi'a degan shoir bo'lsin. Yani g'azal bilan tunilib ketgan bir shoir bo'lsa kerak. Faqultu laha ma bi lahum min taraqqubin. Shuna men u ayolga dedim Men ularni kutib saqlab bulanmayman. Walakin sirri
Leysa yahmiluhu misli. Lekin mening sirimni men ko'tarib kelayotgan maxfiyatlik sirni menga o'xshash boshqa bir odam bo'lib qolsa buning bardashlik bo'lmaydi. Faqultu laha ma bi lahum min taraqqub. Yani men u ayolga dedim deydi. Men ularni ash kishilarni saqlab qolamayman. Bu damda sizni oson bo'lib desa, dadam safardan qaytib kelsin, akalarim kelsin, desa o'g'lini kutib qolamayman. Sabr taqat chekib yetdi. Walakin sirri laysa yahmiluhu mithli. Lekin mening maxfiyatligimni menga o'xshash bir odam saqlab qolamaydi. Men saqladim lekin boshqa odam bo'lsa vaqtib solibdi. Yani sizni bak yaxshi ko'rma demoqchi bo'lishim mumkin. Va kadalika qawlul a'sha, a'shamu a'shimu. Biz burun eşkatim she'rini bildik-ku. A'sha. Wa hal tutiqu wada'an ayyuha ar-rajul? Sen vidalishqa firaq azobiga chiday olamsan? Ey o'g'lon degandek, ha? Yani o'zining anda chiday olmaydiganligini izhor qilish iborat bu. وكذلك قول الآخر ودعته بدموعي يوم فارقني. O menden ayrılgan güne onu gözyaşlarım bilen uzatup koydum, vedalaştım. وَلَمْ اُتِقْ جَزَعًا لِلْبَيْنِ مَدَّ يَدِي. Ceza diyen tavırsızlık, çıdımazlık diyen manda. Medde yedi diyen kolumun sulguçılık bunda arılık diyen oldu. Bir gezicilik ya. Kolumunu suzgudek. Uzunlukta ayrılışqa chidayanmidim dedi. Yani bir g'ulaç jiroq ketishga ayrılanmidim dedi. Valam utiq jaza'an, yani men sabr taqat qilolmadim, chidayanmidim dedi. Lil bayni, bayn degan firaq. Madda yadi, yani qo'limni so'zg'idek bir g'ulaç degan bo'ldi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Madasbek ig'ir tastasken oldingi ikki baytni yodlab qo'yinglar. Ma axirgi ikkini yodlam salom bo'ldi. Buni ham so'zini bir o'zlashtirib qo'yasiz.